Hurmatli aka-ukalar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Akalar, mana tomoshaga ekan, xudo xolasa hammasi bayar zot aka. Hurmatli obunachilar. Bayar 2. Bayar 2 ekan. Shu qo'chqor afg'onniki. Kallada. Mana kim yoqqansa, bitta like bosib. Maşallah. Buni 5000 dedingiz bormi? Mana 5000 ekan. Shu qo'zi. Endi buni rangi, bu rangi. Mana keling. Mana xuddi serib qo'ygan. Kechaga serib qo'ygan, o'sha bo'lsa mana vash qo'ygan. To'g'ri. Kesak orqaga qarab bayarlar bir. To'g'ri. Oddiy qo'ydan tushgan. Bayar egesinikidan kelgan, Bishkekdan kelgan. Bir donadan men o'zim ikkita so'rov uchun qo'shqora borib qo'ysam olib chiqing, demaysiz. Bak 80 çıkmasa. Eng og'irgisi. Oltinni 7 million. Mana afg'onlar 12 kilocha tug'ilgan mashhur. Hammasi tayyor. 12 bana yangi qurushi bilan olgan rasmimi? Böyle görüyorlar hani kozunu. Ay maşallah. Kozular görüyorlar. Ana hurmatli aka-ukalar. Ishqibozlar bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. Kelib ko'rib olaverasizlar. Ovqatga keldimi? Ko'chaga chiqqan yerga. Ko'chada Garpanos. qo'yga keldim. Hali abdan kelgan. Böyle. Yo, hozir qo'yga keldik-da, menga qo'yni olib borib olsa, men olgan pulni. Mana qo'ylar sizlarga. Bayar deganda nimaga bayar? Buzilib qo'chqorlarga emas. Tushirgan qo'chqor. Yangi zaminat bo'ladi. Hechni qo'ymanda yaxshi. O'shani natijasi borligi uchun shu qo'chqor qimmat bo'larkan deydi. Dayushi deydi-da uni. Bolani yaxshi bola bergan qo'chqor zo'r qo'chqor ham bo'ladi. Bolani yaxshi bola bermaydi. Siz uydagi serib qo'yman, rangi chiroyli ekan dedim-ku. O'shani olgan deb kelib bayarga qo'yadi. Hurmatli aka-ukalar. Nima 3 million do'stlar. Mana tomoshaga hurmatli obunachilar, o'zimiz Namangan vodiyda turibdi inshaalloh, lekin qo'ylar o'ta zo'r, o'ta dananglari. Zo'ridan boqaman deganlar hammamiz shunaqalar vaqt nasib qilsin. Instagram obunachilariga aka-ukalar mana Bayarim o'rganib qoldi. toza arashon, bayarlini hammasi. Zo'rlardan boqaman deganlar mana. Mana hurmatli obunachilar. Ishqibozlarga tomoshaga. G'ayret 20 ming dollarga so'radim, qo'chma qoldi. Mana. Yunor. Mana qoldi, mana qoldi.